Qaysi brendlarni yaxshi ko'rasiz? Qaysilardan iste'mol qilasiz? Qaysi kafe, restoranlarga kirib turasiz? Menga juda ham yoqadi Costa, Costa, потом Кофейня. Прохинкали, Сыроварня. Фастфудdan KFC основа. KFC? McDonald'sdan. McDonald's? Ha, KFC, McDonald's shunaqa. Aha, McDonald's O'zbekistonda yo'q, demoqchi edim hozir. Ha, to'g'ri. KFC to'g'ri. Ha, McDonald's yaxshi ko'rasiz, lekin KFCdan foydalanasiz. O'zbekistonda yo'q bo'lgani uchun McDonald's. Xo'p, mobil operatorlardan qaysidan foydalanasiz? Ucell. Beeline. Beeline. Ucell. Uzmobile. Brend Ha. kiyimmi yoki Kiyim misol uchun. Kiyim. har xil. Qaysi brend? Kelvin, Tommy. В основном Adidas, Nike. Nike, Zara, Bershka. Just. Brend Lacoste ko'proq, keyin Loro Piano. Adidas. Pul o'tkazmalariga qaysi ilovadan foydalanasiz? Click и payme bor. Menimcha Paynet. Paynet. TBS Bank. TBC. Ochdim, TBC. Paynet ilovasi. Uzunbank. Uzunbank. Da, yoki Payme. O'zi kundalik hayotda qaysi brendlardan foydalanib turasiz? Deylik, oziq-ovqat magazinlari. Korzinkadan ko'p. Megamart deganlar bor, u o'ta katta bo'ladi. Menga korzinka yoqadi. Korzinkada. Korzinka. Nimaga korzinka? Qulay, arzon, sifatli, hamma bor. Telefon qaysi brendni yaxshi ko'rasiz yoki qaysidan ishlatasiz? Telefon o'zim hozir Redmi ishlataman. Основной Samsung yoqadi ko'proq. O'zim iPhone tutamanmi, Samsung yoqadi. iPhone. Samsung. Nima deb o'ylaysiz? Yaxshi brendlar yaxshi качествоda qiladimi har doim? Ma'lum o'ylayman, что да. Brendlar ko'p. O'zi narsalar xarid qilishingizda nimaga ahamiyat berasiz? Brendigami, dizaynigami, Sifatiga. sifatiga? Sifatiga, narxiga.